Alo, Jo'xa, qaydasan? Uydaman. Bir o'rmon aylanmaymizmi? Nima qilasan aylanib? Yur, bir aylanaylik, bekor o'tirgandan nima foyda? Bo'pti, uyimga kel, unda chiqib kelamiz. Mayli, mana boryapman. Bo'pti, kechiga gaplashamiz. Mana boryapman, hozir boraman. Xo'p, mayli, kelaver. Bo'pti, yaxshi aylanish o'zi. Zerikib o'tirgandim, aylanib kelsak juda ham zo'r ish bo'lardi. O'rmonda lekin nima bor? O'rmonda daraxtlar bor, salqinlik bor. Biroqda ko'l bo'lsa, cho'milib ham kelsak bo'ladi. Oho, poluzlarim juda ham o'sib ketibdi, bir yig'ishtirmasam bo'lmaydi. Jak, qachon kelasan? Xo'y, Jak. Alo, nima telefon ishlamaydi bu jinnini? Mana boryapman, mana, hozir keldim mana. Tezroq yursang bo'lmaydimi? O, qachon bo'lib ketganmisan? Nima sen qanotlaringda shishib ketgan? Issiqqa shunaqa bo'ldimi, bilmadim. Issiqda bo'ladimi? Dabba, sen trenirovka qilyapsanmi deyman a? Yo'q. Yo'q, aldama. Menga aytmasdan sport zalga boryapsan sen. Ha, kecha bitta qishloq bilan borgandim. Yaxshi, qachoy bo'lib ketibsan, lekin qo'yil. Bo'ldi unda, qarochi, men hozir narsalarni tayyorlayman, sen borib o'zingning narsalaringni olib kelgin. Mayli, mana olib kelaman. Bo'pti, yaxshi bo'rdunda. Men qarochi chodir tayyorlab turaman. Bo'pti. Polzimni ham yig'ishtirib qo'yaman, qarama, bilaman o'sib ketgan. Juda o'sib ketgan-ku, tezroq yig'ishtirib qo'y, hamda bekor o'tiribsan. O'zingnikini ko'rsam hozir rasvos chiqib yotgandir-a? Yo'q, har doim yig'ishtirib qo'yaman o'zim. Bo'pti, borib narsalaringni olib kelgin, hozir men narsalarimni tayyorlayman. Xo'p. Mayli, bor endi, jonga tegib ketding, boru. Yana Narsalaringni olsang, ol endi, juda yoqmayapti shu. Bo'pti, mana shu tomonga boramiz, borib tur uyingga hozir. 1 minut kutib tursang, narsalarni tayyorlayman. Bo'ldi, u kelguncha men bemalol polzimni ham yig'ishtirsam bo'ladi, chodir hamma narsani olsam ham bo'laveradi. O'rmonda o'zi normalligini joy topishimiz kerak, chunki aytgancha qurol olishim kerak, chunki qurol olmasak o'rmonda ishda har qanday narsalar bo'lishi mumkin. Qurolni mana bu yerdagi kompotni kiyimidan kiyadigan odam bor edi-yu, jetel, o'sha sotadi. Lekin u noqonuniy sotayotganda janob merga aytgandim, janob mer mayli sotsin deb ruxsat berdi. Qo'yilman. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Ha, Jo'xa, nima gap? Qarochidak, biz Jak bilan o'rmonga boryapmiz. Mayli, boringlar. Yaxshi bo'ldi. Endi men bu yerdan chodir olaman. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, nima gap, Jo'xa? Aytgancha sizda izumrudlarni dollarga aylantirib berish xizmati bormi? Ha, bor. Nima bormoqchisan? Menga o'rmonga aylangani bormoqchi edik. O'shanga chodir va shunga o'xshash narsalar kerak. Bo'pti, hozir. Qancha izumrud kerak senga? Izumrudlarni hozir boshqa joydan almashtirib kelamanmi? Janob, men uydaman, qayerdadir izumrud. Aytgancha uyimda o'zimda izumrudlarim bor edi. O'tgan marta nima uchundir izumrud olgandim. Ko'mir olib kelib bergandim o'sha jetelga. Ko'mir olib kelib berganim uchun ham menga izumrud bergandi. Adashmasam mana shu pechkaning ichida edi, tepa taksida edi. Mana bu yerda ekan. Pullarni esa pastdagi pechkaga solib qo'yaman. Nima uchun pullarni pechkaga solib qo'yibman, bilasizlarmi? Uyimga o'g'ri tushganda qaraydi, sandiqni ochib qaraydi, pul yo'q. Yana shkafni ochib qaraydi, pul yo'q. Pechkaning ichida yo'q deb o'ylaydi, chunki pechkaning ichida pul bo'lsa yonib ketishini biladi-da. O'shaning uchun ham pechkani ochib ko'rmaydi. Janob mer, o'rmonda quroldan foydalansak bo'ladimi? Ha, faqat hayvonlarni otmanglar. Mayli, hayvonlarni otmaymiz. Faqat o'zimizni himoyalash uchun foydalanamiz. Janob, men izumrud olib keldim. Xo'sh, nima bo'lmoqchisan? Bitta skameyka olaman, 2 ta Jak uchun qorasidan, o'zimga oqidan chodir va 2 ta stul kerak. Bittasi yetadi. Men bunaqa taxtani ustida o'tiraman. Keyin bizga shashti tayyorlash uchun va to'shaklar kerak bo'ldi. Mana shu narsalar, rahmat kattakon bratam. Blok kerak bo'lmaydimi ishqilib? Bloklardan yo'q, kerak bo'lmaydi, axir o'rmonga boryapmiz. Yaxshi, olib kelinglar unda. Rahmat janob. Xo'p, endi nima qilish kerak? Aytgancha poliz ekinlarimni yig'ishtiraman degandim. Rostdan ham juda ham yomon ahvolga kelib qolgan. Uni hamma ko'rib turibdi, yomon ahvolga kelib qolganini. Tak. Xo'sh, ana endi poliz ekinlarimni yig'ishtirib olayin. Jak ham tayyor bo'lib qolgan bo'lsa kerak, lekin telefon qilaychi. Alo, Jak, tayyormisan? Ha, mana tayyorman. Bo'ldi, hozir men bir ikkita ishlarim bor, shularni hal qilib olay. Mayli, tezlash. Poliz ekinlarimni yig'ishtirib olay tezroq. Keyin esa sirazi ketib boramiz. Xo'p. Jak ham tezroq kelib qolsa kerak, yaqin orada. Nima qilsam ekan, nima qilishni ham bilmayman. Men chodir juda katta narsa ekan, bu yoqqa uyni ichiga qo'yib ko'rmoqchi edim, uyni ichiga joylashtirib bo'lmaydi. Mayli, poliz ekinlarni yig'ishtirib olay, keyin ko'raman qolganini. Kartoshkalarda hosil dahshat bo'libdi bugun. Nima bo'lsa ham, chirik kartoshka yo'q ekan. Har doim bilasizlar, bittadan chirik kartoshka chiqadi. Ba'zida 2 ta, 3 ta, ba'zida
shundan ziyod bo'lmagan-ku, lekin ba'zida undan ko'p bo'lishi ham ehtimoli bor edi, lekin bo'lmagan ekan. Juda ham yaxshi ekan. Mana shu chirik bo'lmasin ish qilib, yo'q chirik emas ekan. Juda ham cho'tka ekan polz ekinlari bugungi hosili. Xo'p, qaytarib ekib qo'yish kerak, chunki keyingi marta yana yig'ishtirib olish kerak, bilasizlar. Doimiy ravishda ekinlardan hosil olib turaman. Mana narigi tomonga ham bitta ekamiz. Endi bu yoqqa polностью sabzilarni bostirib olish kerak. Kartoshka ko'p ekilar ekan. Demak, bu qatorga ham kartoshka ekish kerak edi. Lekin avvallari 2 qator sabzi ekardim. Hozir 2 qator kartoshka ekyapman. Chunki sabzidan ko'ra kartoshkani klientlar juda ham ko'p. Kartoshkadan har xil kartoshka frey, shunga o'xshash chipslar, shunaqa narsalar tayyorlasa bo'ladi-da, axir. Xo'p, bo'ldi. Endi narsalarni olaman-da. Asta-asta Jackni yoniga yoki Jack meni yonimga keladimi? Xullas ketishni boshlaymiz. Bu yerda ham izimrotim bor ekan. Nahotki shuncha izimrotim bo'lsa, rostdan izimrotlarim ko'p ekan, haqiqatan ham o'tgan galgi videolarda narsalar sotgandim, esinglarda bo'lsa agar. Mana bu qurolni olib boraymi-mikini 100 ta o'qi bor ekan. Rostdan ham takoy qurol, lekin bunda nishonni olib bo'lmas ekan, snayperni pritselli yo'q ekan, ya'ni qisqasi pritselli qurol kerak menga. Agar pritselli qurol topa olmasam, ana qurol sotadigan jetildan borib qurol olib kelaman. Uyda har doimgidek o'tirgan bo'lsa kerak. Tak, eshigini ochmayapti-yu, ochiq ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum, nima gap? Menga qurol kerak edi. Qurol tugab qolgan, faqat snayper qolgan. Bo'ldi, o'zi kakra snayper kerak edi menga. Unda olib ketishing mumkin. Rahmat, hozir sizga tak pul olib kelmabman. Mayli, keyinroq pulni olib kelib beraman. Iloji boricha tezroq olib kel. Xo'p, bo'ladi. Harakat qilaman maksimal tezroq olib kelishga. Bo'pti. Mayli. Tak, pul olib kelish esimdan chiqibdi. Nahotki shunchalik ham esimdan chiqib ketadigan bo'lsa, mayli. Jack ko'ringanda Jackni kallasidan o'ldirib tashardim. Yo'q. Jack axir shogirdim bo'ladi. Jackni o'ldirsam keyin shogirdsiz qolib ketaman-ku. Mayli, hozir tak, mana bu qurolni ham qo'yib ketaymi-ekan? Menimcha bu qurolni keragi yo'q, chunki ikkita qurolni nima qilaman borib. Xo'p, bu takoy normalli. Buni turishini qaranglar. O'qdi, mana uni Jackga beraymi-ekan bittasini? Mayli, ko'raman. Buni yoki bu tomonga olib qo'yamanmi? Xullas shunaqaroq. Tak, Jackga telefon qilish kerak. Mana bu kamera bilasizlar, o'tgan galgi videoda o'sha qurol sotadigan odamni nima qilayotganini tekshirish uchun qo'ygandim. Allo, Jack, tayyormisan? Tayyorman. Bo'ldi, unda kel, tezroq ketamiz. Mana boryapman, jo'nadim. Bo'pti, kutib turaman unda seni. Xo'sh, ana endi obunachilar, biz dam olgani ketamiz. Uje kech tushyapti, lekin bori uxlaymikin, ertalabgacha. Jack, kelib qoldingmi? Mana borib qoldim, ishim chiqqandi. Bo'pti, hozir men narsalarimni ololayin. Tak, mana bo'ldi, hammasini oldim shekilli. Xo'p, kelib bo'psan-ku, Jack? Keldim, mana ketdikmi? Ketdik, lekin rostdan ham govdang dahshat chiroyli bo'libdi. Aytmaysanmi? Men ham borardim, Mayli, qishloqqa xabar beraman, birga chiqamiz-da endi. Qurolni olib qo'ysang kerak bo'ladi. Mayli, olib qo'ydim. Kontrol o'ynaymiz ikkalamiz. Ketdik unda tog'ga. Yur, mana shu tomonga boramizmi? Mayli, ketdik, shu yerda boramiz. Faqat qurolni ehtiyot bo'lib foydalan. Janob mer aytdiki, hech qanaqangi hayvonlarni otib o'ldirmanglar. Agar o'ldirsanglar, jarima to'laysanlar dedi. Yaxshi, polizlaring olingan, yaxshi, juda o'zgarish katta. Men senga poliz haqida gapirdimmi? Dabba, janob mer gapini aytdim senga. Mayli, hech kimni otib qo'ymaymiz-ku. Hech kimni emas, hech narsani. Unda hamma narsa taqiqlangan ekan-da. Faqat dam olib kelamiz, tinchgina. Mayli, go'sht olibsan. Go'sht shart emas. Mana shu yerda dam olamiz. O'zi shashlik apparat bor, o'shaning ichida tayyor go'shtlari bor. Yaxshi, olgan bo'lsang uzr. Sen qayerga ketyapsan? Ishim chiqib qolgandi. Bo'pti, unda kutib turaman. Mana shu yerga narsalar o'rnatib chiqaman. Tak, mana shu narsalarni hammasini o'rnatib qo'yaman. Jack bilmayman qachon keladi. Lekin Jackga men nima haqida gapiryapman, u nima haqida menga javob beryapti, hayronman. Nimaga bu bola bunaqa? Mayli, bu bolani ham qachonlardir tarbiyalab olaman, shogirdimni. Xo'p, bu tomonda qanaqadir baliq ko'rgandek bo'lganim yo'q. Stop, bu qanaqa kompyuter? Qanaydir Jack qo'yib ketdimi-ekan? Yo'q, Jack qo'yib ketmagan. U qayerdan kelib qoldi bunaqa kompyuter? Yo'q edi avval bu yerda. Kelgan vaqtimizda yo'q edi. Lekin qayerdan kelib qoldi ekan? Hozir aniqlashtiraman. Kim tashab ketgan bo'lsa ham noto'g'ri joyga tashab ketibdi. Agar suvga yaqinroq joyga qo'ygani uchun suv tegib ketadigan bo'lsa bunga, bilasizlarmi, nima bo'ladi? Kuyib qolishi mumkin. Ichida artashmasam qanaqadir RTX video kartasi bor ekan. RTX video kartalar juda ham qimmat bo'ladi agar bilsanglar. Tak, mana bu narsalarni qayerga o'rnatsam bo'lar ekan? Yana bitta chodir bor. U chodirni o'rnatish uchun esa joy yo'q. Jack kelganda hamma narsa tayyor bo'lsa qo'yil qolishi kerak, lekin
uni qoyil qoldirishdi. Nima qilaman uni qoyil qoldirib, o'zim qoyil qolsam bo'ldi-yu, o'zim xursand bo'lsam bo'ldi-ku deydi-yu. Mana bu narsa o'zimni choyshabim. Endi esa o'zimni chodir. Yo'q, bu Jakni chodiri ekan, chunki Jakni kiyimi ko'k chodir, Jakni Jak uchun. Tak, buni qo'yamiz. Chodirda esa mana shu yerga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Tak, endi stulchalarni bittasini shu yerga qo'ysam, o'zi bitta ekan u. Ikki top keldimi deb o'ylagandim. Shashlik apparatni qo'yamiz. Endi shashlik tayyorlab yeyishimiz uchun baliqdan shashlik tayyorlab yesak qanday bo'ladi? Baliq tutish uchun qarmoq olib kelmabmiz, lekin mana o'zi ichida go'shtlari bor ekan, tayyor. Jakka yesa, Jakka aytaman, baliq tutadi. Bu yonar ekan-ku. Ichida qanaqadir g'alati narsalar bor ekan, lekin buni uyimga olib borib, notebookimga ulab sinab ko'rishim kerak. Ichida qanaqa narsalar borligini, qanaqa o'yinlar borligini, qanaqa ishlashini sinab ko'rishim kerak axir. Lekin buni egasi ko'rinmayapti, kimniki ekan. Allo, Jak, kelyapsanmi? Ha, mana ishimni bitirib qoldim. Mayli, ishingni bitirib asta-asta kelarsan unda. Xo'p, telefonni olib qo'yaman. Jak bilmayman qachon keladi, lekin qachon bo'lsa ham tezroq kelsa juda ham yaxshi bo'lardi. Tak. Nimani o'ylagandim? Aytgancha mana u kompyuterni sinab ko'rmoqchi edim. Juda ham tez hamma narsa esimdan chiqib ketaveradi. Nimaga bunaqa hayronman? Tak, ana endi protsessorni mana shuni ustiga qo'yamiz va yoqib ko'raman. Qani nimalar bor ekan? Ichida hozircha hech narsa ko'rinmayapti. Bilmadim, hech narsa yo'q ekan shekilli. O'chib qolmayapti. O'chib qoldimi? Tushunmadim. G'alati narsalar bor ekan rostdan ham. Tinchgina buni qaytarib egasini qo'yib ketgan joyga borib qo'yib qo'ymasam bo'lmaydi. Axir qanaqadir muammo yuzaga kelib qolishi mumkin. Qanaqa muammoligini esa bilmadim, lekin taxminim bo'yicha egasi nimanidir rejalashtirgan. Nima uchun aynan meni yonimga tashlab ketgani esa bu g'alati. Balki kompyuter bilan meni aldab dam olishni esimdan chiqarib yubormoqchi bo'lganmi? Dam olishga keldi bular, dam olmasin deb turib. O'rmondagi baliqlarni o'zi tutib olmoqchi bo'lganmi, bizga bermasdan? Yo'q, unaqa bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Yaxshisi joyiga qo'yib qo'yaman. Bizga yorug'lik berib turadi. Kakras Jak tezroq kelganda o'tirib mazza qilib dam olardik. Tak, bo'ldi, menimcha hammasi chotki. Endi Jakni kelishini mana shu yerda kutib turaman. Tezroq kelsa, tezroq dam olar edik.